kofesiz, shakarsiz yashasa bo'ladimi deydiganlar, albatta, agar siz energiya tushib ketayotgan bo'lsa, farzandingiz shakarga o'rganib qolgan bo'lsa, organizmni shirinlik talab qiladigan bo'lsa, kompot o'rgataman. Tabiiy energiya beradigan kofesiz. Sizga kerak bo'ladi bananni po'chog'i va arab xurmosi kerak bo'ladi. Ya'ni 5 ta 6 ta arab xurmosi, bitta banan po'chog'ini to'rg'ab turib, unga nima qilasiz? Qaynatasiz. 10 minut qaynating, suzib oling. Suvini esa 50 gramdan 2 mahal iste'mol qiling. Qon aylanishlaringiz yaxshilaydi, asab tinchlantiradi, uyquni normaga soladi va sizga kun bo'yi energiya beradi. Ishdan charchab kelyapsizmi yoki uyda o'tirsangiz ham holsizlik his qilayotgan bo'lsangiz, ichingizdagi kuchni tashqariga chiqarib beradi. Uyingizdagi ishlarni tarsalatib qo'yasiz. Agar ayol kishi bo'lsangiz, eringiz kelib hayron qoladi. Albatta ushbu retseptni qilib ko'ring. Yosh bolalar, yosh kattalar hammaga mumkin.